Agar siz ingliz tilini noldan o'rganishni boshlagan bo'lsangiz, omad tilayman. Yana bitta narsa, eng zo'r ingliz tili ustozini topganingiz bilan tabriklayman. Nimaga desangiz, qarang, mana shu videoni oxiriga borganingizda tushunasiz nimagaligini. Qarang, yangi tilni o'rganayotganingizda birinchi uni harfidan boshlab o'rganishingiz kerak. O'sha harfni hozir men sizga tushuntiraman. Bu yoqqa qaraymiz. Harf o'zbek tilida unli bilan undoshga bo'linar ekan. Nimaga bo'linar ekan? Unli bilan undoshga. Endi unli nima edi? Maktabda o'qigan bo'lsangiz, o'zbekcha maktabda unli undosh nimaligini o'rgangan bo'lishingiz kerak. Qani unlilar? Mana shu 5 ta dona harf. Qaytaring. A, E, I, U, O. Mana buni O demaymiz, O deydi inglizlar. Hop, inglizda ham shunaqa. Undosh bilan unli bor. Mana shu 5 ta donasi unli ekan. Yana bitta qaytaraman, o'qiysiz. A, E, I, U, O. Qolgan hamma harflar bo'lsa nima ekan? Undosh. Undoshlar bular BPRST, KLMNX, FRS. Tushundingizmi? Ular mana shu hammasi undosh. Qarang, undoshni siz ingliz tilida o'zbek tiliga o'xshab o'qiysiz. B ni B deysiz, M ni M deysiz, N ni N deysiz. Hop, sizga anu alifbo A B C D qilib o'rgatishadi-yu, o'rganish kerak deyishadi-yu, u kerak emas, tushundingizmi? Bo'ldi, harflar mana shu. Oson ekanmi hozircha? Davom ettiramiz. Endi o'zbek tilida yo'q harflar ham bor ingliz tilida. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi mana bu ruschasi. Ruschasi o'zbek tilida bormi? Yo'q. Ruschasi ikki xil o'qiladi. Bir xillarida oddiysi, bir xillarida oddiy k. S deb o'qilishiga misol o'qiyman, qaytarasiz. Sinema. Qaytaring. Sinema. Endi k deb o'qilishiga car. Qaytaring. Car. Bo'ldi. Mana shu darsning oxirida men bu ruschasini qachon s deb o'qiladi, qachon k deb o'qilishini tushuntiraman. Xo'p. Keyingisi mana bu x harfini ular ks deydi. Bizda bu x, lekin ular buni ko'rsa nima deb o'qir ekan? Ks deb o'qiydi. Ks. Misol uchun o'qing. Box. Box. Keyingisi q harfini ular ko'rsa k deb o'qiydi. Q deb o'qimaydi. Misol uchun quit emas, quit. Qaytaring. Quit. Keyingisi g harfi. G ham ikki xil o'qiladi. Bir xillarida g, bir xillarida j. G deb o'qilishiga misol glass. Qaytaring. Glass yoki jam. Jam. Oxirgisi mana bu v harfi. Buni w deyishadi ko'pchilik, lekin oddiy v deb o'qiladi. Bu ham v, bu ham v. Xo'p, o'qiyman buni. Well. Well. Farqi yo'q. Well deysizmi, well deysizmi, v hammasi bu bo'ldi. Ana. Ingliz tilida harflar tugadi. Yodlashingiz kerak ekanmi harflarni? Yo'q. Ko'rdingizmi? Shunaqa oson. Endi shu yoqda 1 minut vaqtingizni ajratingda kommentariyaga yozing. Ingliz tilini o'zi nima maqsadda o'rganmoqchisiz? Ingliz tilini o'rganganingizdan keyin nimalar qilmoqchisiz? Nima sizga foydali olib keladi ingliz tilini o'rgansangiz? Kommentariyaga yozing. Xo'p. Hozir bo'lsa men qochaman. Qochganimdan keyin 20 sekund beraman. 15-20 sekund shuni yozib olasiz. Keyin biz yana davom ettiramiz darsni. Qani videoni pauza qilib turib, kommentariyaga birinchi javob bering, keyin buni yozib oling. Yaxshi. Agar bundan oldingi narsalarni hammasini yozib olgan bo'lsangiz, endi men sizga unlini tushuntiraman. Unli nechta edi? Bundan oldin unli nechta dedim? 5 ta edi, to'g'rimi? Qaysi edi bular? Mana o'qiyman, qaytarasiz. A, E, I, U, O. Mana bu yerga qarang, I ni kattasini ular bunaqa yozadi. Mana bunaqa emas. Bizda I mana bunaqa yoziladi-yu o'zi. Inglizlarda I ni kattasi bunaqa yozilmaydi. Mana bunaqa rimskiy, rimcha katta mana bunaqani yozadi. O'sha I ni kattasi. Xo'p, endi u yog'iga mana shu esingizda tursin. Xo'p, endi qarang. A harfini buni nimaligini tushuntiraman. A harfi 3 xil o'qiladi. Necha xil o'qilar ekan A harfi? 3 xil. Misol uchun birinchisi A deb o'qiladi. Qaytaring. A. Ikkinchisi E deb o'qiladi. A ni ko'rsangiz yo A deb o'qiysiz, yo E deb o'qiysiz yoki o'zimizga o'xshab turib nima deb o'qir ekansiz?
a deb o'qiysiz. Xo'p, Ibrohim ustoz, biza qayerdan bilamiz buni qachon qachon a, qachon deb o'qilishini ani ko'rganimizda desangiz, buni yo'li oson. Prosta so'zni yodlab olasiz. Boshqa yo'li yo'q. Misol uchun mana birinchisini o'qiyman, qaytarasiz ketimdan. Arm qaytaring. Arm. Ko'rdingizmi? Mana armda ani oddiy a deb o'qidim. Keyingisi pay, pay emas, pay qaytaring. Pay. Mana bunda ani deb o'qiyapmiz. Pay qaytaring. Pay. Keyingisi mana make emasdi. Mana ani deb o'qiymiz. Qaytaring. Make. 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 Ko'rdingizmi? Endi sizga shu yerda yozilmagan qoidani tushuntiraman. Agar любой inglizcha so'zni oxirida harfi kelsa, o'shani o'qimaymiz. Nima qilmas ekanmiz oxiridagi harfini? O'qimaymiz. Shunda qanaqa bo'ladi? Make mi yoki make mi? Make degan bo'lsangiz to'g'ri. Qaytaring. Make. O'qiyman, yana qaytarasiz. Arm, pay, make. Mana boya so'rayapsiz, ustoz biz qayerdan bilamiz buni? Ani ko'rsak qachon qachon a deb o'qilishini desangiz, mana pay me bor bizda, to'g'rimi? Pay me deymiz ham uni, pay me deymiz. Nimaga pay derkanmiz? Inglizchada pay deb o'qiladi o'shaning uchun. Mana so'zni bilsangiz osonroq bo'ladi. Buni boshqacha tushuntiradigan narsasi yo'q. Nimaga demanglar? Nimaga demang? Nimaga